Barchaga xayrli tong. Bugun 22-iyun. Haftaning bozor kuni. O'tgan haftaga bo'lib o'tgan jarayon kelgusi hafta bo'lishi mumkin bo'lgan ssenariylar haqida to'xtalib o'tmoqchiman. O'tgan hafta ichi polni pastga yurib berdik. Nisxadyashi trend. Haftaning oxiriga kelib mana lokalniy slom qilib berdik. Shu joydan lokalniy slom tendensiya hozircha lokalniysi mana bu yerga kelganda lokalniy slom struktura. Xudo xolasa ertalab dushanba kuni yaxshigina yuqoriga impuls beradi. Даже gap bilan bo'lib berishi mumkin. Ozgina razryad bilan chiqib borib, yuqoriga chiqib borib, naklonniy уровеньni yorib o'tib, Londonskiy sessiyani maksimum zonasidan yoki minimum zonasidan yana pastga qaytishimiz mumkin. O'tgan hafta dushanba kuni как раз mana kalinadan kirganidek zilkaga signal tashlaganini tekimizni mana bu yerda to'xtatgan edik. Ozgina qisqa masofaga, chunki vaziyatni oxirlanishida yana qaytadan yuqoriga berishi mumkin. Shuning uchun qisqa masofani mo'ljallagandim. Yo'q. Mana shu ishlagan zilkamiz даже ketishi mumkin ekan hafta ichida. Ketib ham bordi. Mana shu joydan 1 soatlikda Fibonacci tortish imkoniyati bor edi. Soatlikka oladigan bo'lsak mana Fibonacci'ni close'dan bas low'dan olgan edim. Low'ga javob bermadi reaksiya. Close'ga javob berdi. Hozircha close'da turibdi. $160.8 mana protargovka divergensiya qilib как раз 261.8 ложный пробой bilan yuqoriga harakat qildik. Kelishimiz mumkin bo'lgan holat ushbu Fibonacci'ni har safar yangi Fibonacci hosil qilyapti haftada. Lekin bunisi ish berishi mumkin. O'tgan haftaga Fibonacci'miz trik turgacha yetib bordi. Bu haftaga Fibonacci'miz ham ko'tarilib borib o'rtadan 23.6 ga borishi qiyin bo'lsa kerak, sababi Krupnik o'ziga ortiqcha keltirmoqchi bo'lmasa, tezda pastga harakat likvidnesslarni mana bu joydagi likvidnesslarni olib pastga yurishga harakat bo'lishi ehtimoli yuqori. Ehtimol harakat mana bu joyda yorib o'tib pastga harakat bo'lishi ham yo'q emas. Mana bu joyda mana объемsiz joy bor. Bu joyda объем, oxirgisi mana bu joyda объем. Hafta ichi mana shu объемlarda olishga harakat bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam объемlarda olmasdan pastga qaytib berishimiz ham mumkin. Ko'proq shartoviy pozitsiya dushanbadan tashqari holatlarda seshanba, chorshanba hafta ichida ko'proq shartoviy pozitsiyani olishga harakat qilamiz. Ko'proq ushlashga. Sababi o'sha почти slom trend qilib berdi. Razворотный katta time frame'larda razворотный pattern уже hosil bo'lyapti. Mana bu joyda mana dnevnoy low'miz hosil bo'ldi hisob. High low, high low, high low. Vaqtincha восходящий trend ketyapti. Lekin globalniy восходящий trend razворот bo'lib berishi ehtimoli bor.
naklonli уровеньni yorib o'tdik birinchisiini, ikkinchisiga xatyabi kelishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam uchinchidan o'tib beradigan bo'lsak, yaxshigina surib berish ehtimoli yo'q emas. Yurganda ham mana shu naklonli уровеньda eng baland maksimum nuqtasiga bo'lgan masofani tushib berishimiz kerak. Naklondan urib bersak mana 28-fevral oyini oxirini yangilab keyin yuqoriga yurishimiz mumkin. Shunda salom struktura ham emas, salom tendensiya qilib berishi mumkin ekan. Salom tendensiya mana bu joyda ham bo'lishi mumkin. Globalniy salom tendensiyamiz denomoyda mana bu nuqta. Salom strukturamiz, razvorotimiz. Ungacha bayviy sistemalar korreksiya deb hisoblasak bo'laveradi qolganlarini. Kratka slogda mana уже biz flag patternini hosil qildik. Mana bu flag patternimiz. Bu flag patternda aslida yana mana shuncha bo'lgan masofani yana bosib o'tishimiz kerak. 3200 mana shu sopcha bo'lgan masofani yuqoriga bosib o'tishimiz kerak. Shunga aytyapmanki, gap bilan ochilish ehtimoli yuqori. Ehtimol mana bu joydan ham gap bilan yuqoriga yurib berishimiz mumkin, yoki bo'lmasam flagni yuqorisidan gap bilan tepaga, razlik bilan tepaga yuqoriga yurib berishimiz mumkin. Agar gap ochilmasa, mana bu joyda protargovka bo'ladigan bo'lsa, qilgan mana bu flagimiz buzilish ehtimoli ham yo'q emas, lekin ko'proq flag yuqoriga yurib berish ehtimoli yuqori holatda ehtimoli kutilyapti. To'rt soatlikdan oladigan bo'lsak, 4 soatlikda ko'ryapsiz, mana bu switchamiz order blok shaklida kelyapti. Mana shu switchani order blokni yorib o'tishimizga bog'liq. Mana bu joyda balansimiz bor. Balansimiz PPR desak bo'laveradi. Qolganlari dushanba kuni xudo xolasa Londonskiy sessiyani maksimum minimum zonasi qilishimizga qarab hal bo'ladi. Mana bu joyda mana 33-73-80 bu imbalans bo'lmabdi. Внутренний bar bo'lmabdi. Barchaga omad. Dushanba kuni voqea rivoji hammasi asta-sekinlik bilan hal bo'ladi. Bu hafta ichida impulslik holatlar ko'p bo'lishi kuzatilish ehtimoli yuqori. Yaxshigina yoqqa bu yoqqa yurib berish kutilyapti, xudo xolasa.